Assalomu alaykum omaq kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan chöchkimiz Iyiqchaqning mehmon chaqirishi. Burungi zamonda bir tulki bor bo'lib, u ham xo'run, ham ochko'z ekan. U doim narsa o'g'irlab yeydi ekan. Qo'rsiqi to'yganda uxlaydi ekan. Hammalar uningdan bezori ekan. Bir kuni u Aslanning tort ko'tarib ketayotganligini ko'rib, uningdan nega bordiganligini so'rabdi. Aslan: "Bugun bayram, Iyiqchoq mehmon chaqiribdi ekan. Hammamiz shu yerga boramiz", debdi. Tulki Aslandan o'zini birga elib berishni o'tinibdi. Aslan: "Sen xo'run ekansan, ishlamay tishlashni biladi ekansan. Seni hargiz obormayman", debdi. Aslan ketishiga Seriq kichik bir bo'loq sovg'atni ko'tarib menibdi. Tulki uningdan nega bordiganligini so'rabdi. Seriq kichik: "Bugun bayram, Iyiqchoq mehmon chaqiribdi ekan. Biz shu yerga mangdik", debdi. Tulki Seriq kichikdan o'zini birga elib berishni o'tinibdi. Seriq kichik bunga unamabdi. Seriq kichik ketgandan keyin xo'razni bir bo'loq sovg'atni ko'tarib menibdi. Tulki uningdan nega bordiganligini so'rabdi. Xo'raz: "Bugun bayram, Iyiqchoq mehmon chaqiribdi ekan. Hammamiz shu yerga o'yin qilmoqdik", debdi. Tulki xo'razdan o'zini birga elib berishni o'tinibdi. Xo'raz uningga alayib: "Sen bek xo'ron, bekorliq narsa bo'lsa yeysanmi deysan. Seni hargiz obormayman", debdi. Xo'raz ketgandan keyin tulki qattiq achchiqlanib: "Aprashmasang o'zim boraman", debdi. Iyiqchoqning uyiga qarab menibdi. Iyiqchoq nihoyat aldirash bo'lib ketibdi. U belijon, ustixon, qo'rt qatorliq narsalarni jo'zg'a tizib taqibdi. Iyiqchoq eshikning chekilganligini anglab: "Kim?" deb so'rabdi. Aslan: "Men Aslan", debdi. Iyiqchoq eshikni ochibdi. Aslan ilib kelgan tortni Iyiqchoqqa beribdi. Iyiqchoq: "Rahmat sana. Ustoldagi nozi-ne'matlarni xohlagancha yegin", debdi. Aslan: "Ustixon, qo'rt deganlar bilan hoshim yo'q. Belijonga men bek amroq", debdi. Aslan andila o'ltirib turishiga Seriq kichik sovg'atini ko'tarib ketdi. Iyiqchoq Seriq kichikni nozi-ne'matlarni yeyishga taklif qildi. Seriq kichik: "Qo'rt, belijon deganlar bilan hoshim yo'q. Men so'ngaki bek amroq", debdi. Angacha xo'razni yetib ketdi. Iyiqchoq uni tomoqqa taklif qildi. Xo'raz: "So'ngak, belijonlar degan bilan hoshim yo'q. Qo'rt bek amroq", debdi. Bu chog'da eshik qattiq chekilibdi. Iyiqchoq: "Sen kim?" deb so'rabdi. Tulki: "Eshikni och, tez och. Men tulki", debdi. Iyiqchoq cho'chib ketib: "Aslida bu abluq ishganda", debdi. Ko'pchilik birlikda bir yaxshi amal tepibdi. Iyiqchoq uy solganda ishib qolgan toshlarni do'stlariga ulashtirib beribdi. Iyiqchoq eshikni ochibdi. Tulki eshikdan kiribla: "Chapsan bo'l, yeydigan yaxshi narsalaringni tez akal", deb yorqirabdi. "Ola mana, ola". Ko'pchilik qo'lidagi toshni tulkiga qaratib etibdi. Tulki voysigan peti qochib ketibdi. Ko'pchilik xushal bo'lgan holda naqshi aytib,
usul oynab, nihoyatda ko'ngilli o'ynabdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.